Bundan bir gidida 2-3 yil oldin skidka asosida knopkalarni qo'yib bergandik. Qaranglar, hamma narsasi haligacha ishlab turibdi akamizniki. Kruz kontrollarigacha hammasi ishlaydi. Turibsizlar, multimedialarni polni upravlat qiladi. Knopkalar hali jo'skilar tushib ketib, bir nima bo'lgan joyi yo'q. 89 ming yurgan. Endi bu akamiz kecha reklamamizga ko'rib, suvni grasini temperaturasiga chiqartirib ketay deb keldilar. Mana suvni graslargacha chiqarib berdik. Akalar, sifat birinchi o'rinda, xudo xolasa, skidga ekan deb pala partish ish bo'lmaydi. Ya'ni mendan ketguncha, egasiga yetguncha deb ish qilmaymiz. Xudo xolasa, maksimalni, idealni ishlashga harakat qilamiz. Undan buyoqqa misol mashina ko'payib ketdi ekan deb bardak ish bo'lib, ishni sifatsiz qilib tashlaymiz. Bundan mana 2-3 yil oldin qilib bergan ishimizni ham mana ko'ribsizlar, haligacha hech qanday bir o'z holatida turibdi. Biror narsa bo'lib jo'skilar tushib qolish yo ishlamay qolish degan narsa bo'lmagan. Knopkalarni o'zimiz yaxshisini qo'yib ishlatib berganmiz. Endi suvni grasini ham ishlatib qo'ydik. Ko'pchilikda Cruzni o'zi bor, lekin suvni grasi yo'q. Suvni grasiga bu yoqqa qo'yishyapti. Mesela tablo ziyini kestirib qo'yishtirishyapti. U noto'g'ri ko'rsatadi, bilasizlar. Shu paytgacha mana 1200 ta video chiqargan bo'lsam, birontasida mana shu yerga qo'yilayotgan suvni grasini ko'rsatadiganini reklama qilmaganman. Sababi noto'g'ri ko'rsatadi, yo ventilator ishlab qoladi, qanaqadir bir ошибка berib qoladi, bilasizlar. Mesela tabloni kestirish ham umuman xato narsalardan bittasi. Mana hozir o'zi через programma bilan ko'rsatamiz. U birga bir ishlaydi. Mana suvni grasini birga bir ko'rsatib turaveramiz. Misol uchun mana hozir 98 gradusda hozir o'zi ventilator ishlashni boshlagan o'zi. Ventilator 94 gradusga borganda o'chadi. Shu xizmatlardan bemalol foydalangansizlaring bo'ladi. Suvni gradusi bormi, boshqasi bormi? Skidkamiz 31-maygacha. O'chib ketib qolinglar akalar, imkon qadar. Chunki bunaqa skidka uncha qilolmaymiz. Mana 8 oy oldin qilgandik. Ko'pchilik so'rab olishgani uchun mana endi qilyapmiz. Joylaringiz sog' bo'lsa, charchab qolmanglar.